noshukur bo'lib ketyapsizmi? Men sizni hozir har bir kuningizga shukr qildiraman. Mana bu uyni ko'rdingiz-a? 2 bir xona. Bu uymi yoki hojatxonami? Bu uy. Bu yerda bitta xonada 2 xonada 7 kishi, bir ota-ona, 5 ta farzandi bilan. Bu dasturxoningizmi bu? Ha, siz dasturxoningizmi bu? Bu turmush o'rtog'ingiz-a? Sal ahli zaifroq bo'lib qolganmi? Ha? Mana bu bosh miyadan yiqilib olgan shu. Bu opamizni turmush o'rtoqlarini katta bolasi deydi. Yani bularning kuni o'sha berilayotgan pensiya, shu pensiyani mana shu bolalarga yetkazadi. Mana 5 ta bolasi, 4 ta qiz, bitta o'g'il. Ha? Allohga shukr. Shularni Alloh beribdi. Nima orzungiz bor? Orzum endi mana shu zamonlarni yashayin. Ben uy-joyga butun muhtoj bo'lib turibman. Erimni kallasiga plastik qo'ydirishim kerak. Doim sudruki berayapman. Mahallani umuman ko'rmaymiz, kelmaydi. Yig'lab telefon qilaman, sen bos to'yimni. Mana kamera. Payg'ambarimiz shafoatini ko'raman degan insonlarga murojaatingizni ayting. Sizlardan yordam so'ragimning sababi mana shu ahvolga mana ko'rib turibsizlar. Shu ahvolga yashayapman. Hech kim bizlarga yordam bermaydi. Sizlarga chiqishga avvalambor sizlarni bezovta qilganim uchun ham huzur aytaman sizlarga. Bizlar mana shu uy-joy bo'yicha xo'jayinimning kasalligi uchun shunday muhtoj oila bo'lib yashab o'tiribmiz, qiynalib. Shu bolalarimni ham mana maktabga chiqayapti, ustiga topsam oyog'iga topolmayman. Sizlarni eshitib rosa xursand bo'ldim. Sizlarga xursand bo'lib, Nasriddin akajonimga ming qulluq tashakkur. Shu bizlarning ahvolimizni sizlarga yetkazib, sizlarni mana shu yerga avvalambor sizlarni kelishlaringizga ming qulluq. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar holatni. 1,5 yil davomida mana shu haqdor oilalar bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, bunaqa ahvolda bitta xonada o'tirgan, mana dasturxon, qopdan qilingan dasturxon. Oxir marta qachon go'sht yedingiz? 1-2 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi. Yegonim deyarli hozir qimmatlashib qolganman. Yegonim yo'q. Nima orzularing bor? Uy olish, odam sog'liklari. Dadangiz olib kechira olaysan-a? Oyga, yaxshimish, ha? Dadangni yaxshi ko'rasanmi? Ha? Dadangni tuzalib kechira olaysanmi? Aziz vatandoshlar, bu yerda lokatsiyasini tashlab, bular telefon nomeri ham yo'q, tashlaganimda hech kim kela olmaydi, chunki biz rosa qiynaldik kelgani. Mana kartalarni qo'yib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha hamma kartalarga hissangizni qo'shasiz. Agar pulingiz bo'lmasa, videoni maksimal tarqating. Birinchi like bosasiz, kommentariyasiga saxovat pesha boy yaqin qarindoshlaringiz saxovat peshalarni belgilaysiz. Keyin videoni oxirigacha ko'ring doim. Siz kartalarga hammasiga pul tushira olmayapsizmi? Demak, 100 talik limit to'lgan bo'ladi. Kechasi 12dan keyin yana kartalar ham ishlaydi. Mana bugun videoni kechroq qo'yapmiz, chunki biz bu yerga yetib kelishga rosa qiynaldik. Lokatsiyalar noto'g'ri tushib qolgan, u yoq bu yoq kelishimizga rosa qiynaldik. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, maksimal videoni tarqating. Ahvolni ko'rib turibsiz. Haqiqiy haqdor. Ularning duosi ijobat. Bolajonlarni qarang, ko'zlarini qarang. Kelinglar aziz vatandoshlar. Ertaga Xudo xolasa, yani bularga pullarni topshirib duosini olishni nasib qilsin. Qani boshlaymiz. 3, 4, 5 mana. Go'shtlarni olib kelib bugun oshni qilib maza qilib yeb turing. Men ertaga kelaman sizga. Xudo xolasa mana shu yerga yaxshi insonlarimiz ko'p. 2 xonalimi, 3 xonali chiroyli qilib bitta vatan qilishga harakat qilamiz.